Assalomu alaykum. Okay. Assalomu alaykum. Og'abek Ro'zmetov sizlar bilan. Bugun sizlarga o'zimni video proyektim haqida aytib o'tmoqchiman. Assalomu alaykum hammaga. Og'abek Ro'zmetov sizlar bilan. Bugun sizlarga Parkinsonning qoidasi haqida aytib o'tmoqchiman. Parkinsonning qoidasi quyidagicha. Agar siz 1 soatlik topshiriqni bajarish uchun 2 soat ajratadigan bo'lsangiz, shu 1 soatlik topshiriqni 2 soat ichida bajarasiz. Yoki 1 soatlik topshiriqqa siz 4 soat ajratadigan bo'lsangiz, shu 1 soatlik topshiriqni 4 soatda bajarasiz. Demak, sizda bor bo'lgan topshiriqlar sizda bor bo'lgan vaqtga qarab yoki tez yoki sekin bajarilishi mumkin, ya'ni oston bajarilishi mumkin. Buni noje'man, men o'zimni shaxsiy hikoyamni aytib beraman, ya'ni o'zimni boshimdan o'tgan narsani. Men yanvar oyida universitetdan ketdim. Azondan o'zim ustimda ishlab, yangi qobiliyatlarni o'rganish uchun. Lekin oxirgi 5 oy ichida men juda ham ko'p qobiliyat o'rganganim yo'q. O'shada hech qanday yangi qobiliyat o'rganganim yo'q. Va azondan, misol uchun men odatda azonlari vaqtim-vaqti maqola o'qiradim, yoki o'zimga yoqqan podkastlarni eshitiradim, yoki o'zimga yoqqan seriallarni ko'rardim. Va shuning uchundan ingliz tilini o'rganib, maqolalarni analiz etib, summarylar yozar edim. Ya'ni qisqacha xulosasini yozib qo'yardim. Lekin hozir vaqtim ko'p bo'lishidan qaramasdan, misol uchun azonda soat 8:30 dan 12:30 vaqtim bo'lgan bo'lsa, benim 1:30 vaqtim bo'lgan bo'lsa, shu 5-6 soat vaqtimni shu maqola o'qish, podkast eshitish va kino ko'rishga sarflab turibman. Ya'ni men ko'proq maqola o'qib turganim yo'q, yoki ko'proq kino ko'rib turganim yo'q, yoki ko'proq podkast eshitib turganim yo'q. Baribir ham shu 2-3 ishni qilib turibman. Ya'ni men qo'shimcha yangi qobiliyatlar o'rganganim yo'q. Sababi esa shu Parkinsonning qoidasi. Ya'ni avval shu 3 narsani men o'zimda bor bo'lgan 1,5 soat, 2 soat ichida bajarib turgan bo'lsam, hozir shu 2-3 narsani o'zimda bor bo'lgan 5 soat, 6 soat ichida bajarib turibman. Ya'ni menda bo'lgan topshiriqlar, menda bor bo'lgan vaqtga qarab moslashib turibdi. Va bu narsa yomon, chunki bu degani bizlar ko'pchilik vaqtimizni bekor sarflab beramiz degani. Ya'ni men bir maqolani misol uchun analiz etib o'qishim uchun 30 minutdan ko'p vaqt kettirishim shart emas, lekin bu vaqt o'tiramandan 1 soat, 1,5 soat chuqurlashib ketaman analizimda. Ya'ni men uning ichidagi ideyalarga qiziqib ketishim mumkin, misol uchun biologiya haqida bo'lsa, yoki climate haqida bo'lsa, yoki misol uchun ekonomika haqida bo'lsa, men haddan tashqari gerekidan ko'proq qiziqib ketishim mumkin. Va bu narsa yaxshi emas, chunki men o'z vaqtida soham ingliz tili, shuning uchun ham men asosan ingliz tiliga aloqador bo'lgan sohasi, o'zimga foydali tarafini urg'u berib, boshqa tarafini urg'u berishim shart emas. Lekin menda vaqt ko'p bo'lgani uchun ham, orqaim bo'lganim uchun ham shunday aytaman, natijada bir maqola analizini yarim soat emas, 1 soat, 1,5 soat kerak bo'lsa 2 soat ketib qolishi mumkin. Va bu narsa Parkinson qoidasi deyiladi. Men nechta aytib turibman bu narsani sizlarga. Bu narsani aytishimning sababi sizning hayotingizda shunday topshiriqlar bo'lishi mumkin. Misol uchun, balkim siz avval bandroq, ya'ni ko'proq topshiriqlaringiz bo'lib, misol uchun maktab yaqinda tugadi. Maktabingiz bor vaqt ham hozirgidan ingliz tilini tayyorlaringizda, endi hozir maktab tugadi, lekin menimcha ko'pchiligingiz baribir ham ko'proq vazifa tayyorlamaysizlar yoki misol uchun ingliz tilini ustunda yoki boshqa fanlar ustunda yoki umuman yangi qobiliyatlar ustunda ko'proq vaqt kettirib turganlaringiz yo'q. Даже vaqtingiz ko'p bo'lsam va Parkinsonning qoidasi shuni tushuntiradi. Endi bu videoni olishimdan maqsad o'zim misol uchun bugun odatda azonda maqola o'qiradim, kino ko'rardim yoki podkast eshitiradim. Bu ishni ataman xudo xolasa. Lekin azonda birinchi galib turib video ishlashga qaror etdim. Ya'ni azonda kunda ishga kelib, shuningina kichkina studiya tuzib qo'yibmiz o'zimning xonamda, ofisimda. Kunda azonda birdan video ishlayapman va bu video ishlashimdan maqsad o'zimni shaxsiy brendimni rivojlantirish. Shaxsiy brendga keladigan bo'lsak, shaxsiy brendini rivojlantirgan, muvaffaqiyatli shaxsiy brendi bor bo'lgan odamlarni hammasini bog'lab turgan bir narsa bor ekan. Ya'ni men bitta o'rganib chiqdim va bu bog'lab turgan narsa bu odamlarni qiyinchiliklarga, challengelarga qaramasdan shu ishni qayta etish qobiliyati ekan. Okay, thank you so much. This is it and we are gonna stop.